Hammaga assalomu alaykum. O'tgan darsimizda repozitoriy qatlamini yaratgandik. Endi shu repozitoriy qatlamidan foydalanadigan biznes logika qatlamini yaratib olamiz. Bu qatlamni yaratish uchun birinchi interfeys yaratib olamiz. Interfeysning nomi iProduct Logic bo'ladi. Uni yaratish uchun proyektimiz nomi tanlangan bo'lishi kerak va unda Shift F2 ni bosamiz. Chiqqan oynada logic/iProduct Logic deb yozib Enter ni bosamiz. Bizga Logic papkasida iProduct Logic interfeysi hosil bo'ladi. Bu interfeysimizda quyidagi metodlar bo'ladi. Repozitoriy bilan deyarli bir xil, faqat nomlarida farqi bor. getAllProducts, getProductById, addNewProduct, removeProduct, updateProduct. Ya'ni shu CRUD operatsiyalarni bajaradigan metodlar. E'tibor beramiz, bu yerda Product Model klassidan foydalanyapmiz. Repozitoriydaqa product klassidan emas. Endi shu metodlar implementatsiyasini bajaramiz. Shuning uchun klass hosil qilib olamiz. Logic papkasining ustida Shift F2 ni bosib, Product Logic klassini hosil qilamiz. Va bu klassning nomini to'g'risida ikki nuqtadan keyin iProduct Logic deb yozib, interfeysning implementatsiyasini bajaramiz. Qizil lampochkani ezib turib Implement Missing Members ni tanlaymiz va barcha metodlar tanlangan holda OK deb bosamiz. Bizga metodlarni hosil qilib beradi. Metodlarni realizatsiyasini yozishdan oldin o'tgan darsda repozitoriy klassida kontekst bilan qilgan ishimizni bu klassda repozitoriy bilan qilamiz. Repozitoriyni konstruktorga di konteynerdan olib private fieldga saqlab olamiz. iOnlineShop repozitoriy obyektini qabul qilib, underscore bilan repozitoriy deb nomlangan private fieldga saqlab olamiz. Endi metodlar realizatsiyasini ham qilsak bo'laveradi. Bu metodlarimiz realizatsiyasi shu repozitoriydagi metodlarni ishlatadi. Masalan, getAllProducts metodi repozitoriy ichidagi getAllProductsAsync metodini chaqirib mahsulotlarni qaytaradi. Select yordamida shu obyektlarni product modelga o'zgartirib oladi. Product modelga o'zgartirish metodini keyin yozamiz. Hozir from product deb yozib qo'yamiz. Qolgan metodlar ham shunday ishlaydi. Repozitoriy metodlarini ishlatadi va product model obyektlarini product modelga o'tkazadi yoki aksincha produktni product modelga o'tkazadi. Bu o'tkazishlarni yozib qo'yamiz. From product keyin to product deb yozib qo'yamiz. Buni product modelda amalga oshiramiz keyinchalik. Hozir metodlarni yozib olaveramiz. addNewProduct metodi teskarisi bajariladi, ya'ni parametrda bu yerda product model kelyapti. Birinchi product modelni produktga o'tkazib olamiz bazaga saqlash uchun. Buning uchun birinchi product to save o'zgaruvchisiga product klassidagi toProduct metodini ishlatamiz. Bu metod hozir yo'q, shuning uchun qizil. Uni ozgina turib yozamiz. Bu metodimiz bizga product modelni produktga o'tkazib beradi. Keyin shu product to save ga saqlangan produktni bazaga repozitoriydagi addProductAsync bilan saqlab qo'yamiz. Yangi hosil qilib saqlab qo'yamiz. Remove productni ID bo'yicha o'chirib yuboramiz, ya'ni repozitoriydagi removeProductAsync metodini ishlatamiz. updateProduct metodimizda addProductga birinchi produktga o'tkazib olamiz product modelni. Keyin uni repozitoriydagi metod bilan yangilab olamiz. Keyin uni repozitoriydagi updateProductAsync metodi bilan yangilab qo'yamiz.
ortiqcha harflarni olib tashlaymiz. Update product desang baribir qizil. Interfeysda noto'g'ri nom berganmiz shekilli. Interfeysni qarab ko'ramiz. Updater bo'lib qolibdi. Shuni to'g'irlab qo'yaman. Await'ni ham to'g'irlab qo'yaman. S'ni qo'shib qo'yaman. Ana endi to product va from product metodlarni hosil qilib olsak bo'ladi. Ularni product modulda hosil qilamiz. Static metodlar hosil qilamiz. Birinchi from product bu metod produktni qabul qilib product model qaytaradi. Asosiy ishi shu produktdagi xususiyatlarni olib product modeldagi yangi product model hosil qilib uni qaytaradi. Keyingi metod bu produktni qaytaradi product modeldan olib, ya'ni teskarisini qiladi. Bu metodlar bajarayotgan konvertatsiyani mapping deyiladi. Aslida avtomatik ravishda mapping qiladigan paketlar bor, ulardan foydalangan afzal. Bu joyda savol tug'ilishi mumkin. Bu metodlar product logic klassida bo'lishi, lekin loyihamiz kichkina bo'lganligi uchun shu ikkita metodni yozib qo'ya qoldik. Metodlarimizni yozib oldik. Product logicdan await'larni to'g'irlab qo'yamiz. S'ni qo'shib interfeysimizda getAll products nomi noto'g'ri bo'lib qolibdi. Shuni to'g'irlab qo'yamiz. Mana logika qatlamini ham yaratib oldik. Hozir bu qatlamda faqat repozitoriy bilan ishlab, product modelga konvertatsiya qilish ishlarini bajarilyapti xolos. Keyinchalik bu qatlamga yana validatsiya qo'shamiz. Hozircha shu. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.